va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadisda aytganlarki, inna lillahi tis'an va tis'ina isman man ahsoha dakhalal jannah. Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Kim ularni to'liq bilib olsa, jannatga kiradi degan. Shuning uchun ummatda bir madaniyat bor. Alloh taoloning 99 ta ismini, Asmaul Husnani yoddan bilish madaniyati, farzandlarga yodlatish. Sababi mana bu sahih hadis, muttafaqun alayhi hadisda payg'ambar alayhisalom aytibdilarki, kim shuni bilsa, Asmaul Husnani dakhalal jannah, jannatga kiradi deyapti. G'ayrat qilish kerak, shunga harakat qilish kerak ekan. Yosh bolalarga shuni yodlataylik. Axir qancha she'r yodlaydi, qancha doston yodlab boradi. 99 ta Asmaul Husnani yodlatish oson. Chunki arab tilining bu ismlar silsilasida qofiya bor.